Yurakda mini invaziv operatsiya haqida hech eshitganmisiz? Bu zamonaviy kardiojarrohlik usuli bo'lib, yurakdagi turli muammolarni kichik kesma, minimal jarohat va tez tiklanish yo'li bilan hal qilishga yordam beradi. Mini invaziv operatsiyalar bu kichik kesmalar orqali amalga oshiriladigan aralashuvlar bo'lib, infeksiya va og'riq sindromi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu usul turli kasalliklarni davolash uchun, shu jumladan yurak qon tomir kasalliklarini davolashda qo'llaniladi va bemorga tezroq normal hayotga qaytishga yordam beradi. Asoratlar xavfi ancha past, tiklanish esa an'anaviy operatsiyalar bilan solishtirganda bir necha baravar tezroq kechadi. Mening ismim Islom Sharipov. Men 25 yildan ortiq tajribaga ega kardioxirurgman. Mini invaziv usullarni bemorlarimga maksimal tez va xavfsiz tiklanish jarayonini ta'minlash uchun qo'llayman. Mini invaziv operatsiya sizga qanday yordam berishini bilmoqchimisiz? Konsultatsiyaga yozilish uchun o'zingizning nomeringizni qoldiring yoki bu nomerlarga telefon qiling.